telefon qilganlarga ham aytaman, ishimiz garantiyali, olib berib qo'yib beraman. Nagurskani ulaysiz, ishlatadigan narsangizni ishlatasiz. O'sha gazni hisoblab ko'rasiz. Hozir ikkita generatorimizni tayyor qilib qo'yganmiz, o'rnatgani. Bozorda sotiladigan oddiy motorimiz, generatorlarni ham o'sha original sifatli yaxshisini zakaz qilib olib kelamiz, misli obmotkasini. Endi bu qilayotgan ishimiz yaxshi bir elektr ishlab chiqarib, arzonroq iloji bo'lsa, shu elektr uzilish bo'lgan paytda ziyon qilmasdan ishlarni normalniy olib borishadi deb inshaalloh sizlar uchun harakatdamiz. Qanaqa fikringiz bo'lsa, har bitta insonning fikrini inobatga olib o'qib chiqaman. Shuni birgalikda harakat qilsak, bu biz uchun yo siz uchun emas, butun xalq uchun, butun O'zbekiston uchun foydali narsa yasab chiqamiz, xudo xolasa. Generatorimizni olib kelib o'rnatdik, trubada gazga ulab yog'izib berganmiz. Soatiga 3 kuba metan gaz rasxod qilib 15 kilovat toza elektr ishlab chiqarib beradi. Generatorlarimizni yurg'izib, nagorskaga ulab qo'yganmiz, a'lo darajada elektr ishlab chiqardi. Shunaqa generatorga qiziqadigan biznesmen akalarga videoni jo'natib qo'yamiz. 3 kuba metan gaz rasxod qilib 15 kilovat toza elektr ishlab chiqarib beradi. Generatorimizni ishlashiga, sifatiga 100% garantiya beramiz. Video yo'qolib qolmasligi uchun saqlanib qilib, shunaqa generatorga qiziqadigan tanishlarga videoni tashlab qo'yamiz. Hozirgacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib, bizni qo'llab tursangiz, bundan ham yaxshi narsani yasab, sizlarni xursand qilishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.